Odamlar nima deydi? Bilmadim nima deydi. Odamlar nima deydi? Bir umr shu gap bilan yashaymiz. Tug'ilganimizdan raddomdan Mercedesni olib chiqishgan odamlar nima deydi deb. O'lganimizdan keyin ham katta qilib osh beradi odamlar nima deydi deb. Keyin 7 kunda, keyin 40 kunda, keyin hayitda, keyin yilda ana o'lgan o'lib ketdi, bu yoqdagilar osh berib yuraveradi odamlar nima deydi deb. Haqiqatan odamlar nima deydi? Agar 200 kishilik to'yga sharoit yetadigan bo'lsa, katta qilib 1000 kishilik to'y qiladi. Eshitgandim, odamlar nima deydi? Lekin kelgan mehmonni 80% ham yurishini to'yga boraylik, bormasak odamlar nima deydi deb kelgan. To'g'risi, odamlar nima deydi? Odamlar qarzingni qachon qaytarasan deydi. Odamlar 3 ta kelini bilan xona uyda turar ekan deydi. Odamlar yaxshi gap gapirmaydi. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنون